yerga borishni naq 4 yildan buyon niyat qilayotgan. Borishdan atigi 2 kun oldin birdaniga qaror qildim. Ertalab 4:30 da uyg'onishim kerak edi. Lekin budilnikni PM ga qo'yib qo'yibman. 5:09 da uyg'ondim, baribir ham turga yetib oldim. Yo'l deyarli 4 soat davom etdi. Yengil mashinada qishloqlar, tog'lar, dalalar orasidan o'tib oldim. Keyin esa Ester paytidan qolgan uvozda birinchi ko'lga yetib oldim. Oho, shuncha yo'l yurib kelishga arzir ekan. Sokin, betakror manzara, tabiatning haqiqiy san'at asari. Ko'l rangini hech bir kamera to'liq bera olmas ekan. Birinchi ko'ldan yana 1 soat piyoda yurib, ikkinchi ko'lga chiqdik. Bunisi yanada kattaroq, yanada nefritroq ekan. Yo'lda ehtiyotsizlik qilib, toshdan yiqilib tushdim. Lekin hech qayrim sinmaganda minnatdor bo'ldim. Tog'ga borganda maxsus tayoqcha olib olishingizni maslahat beraman. Sayohatimdan quyidagi xulosalarni oldim. Aziza, kutma, mukammal vaqt bo'lmaydi. Bugun qaror qil. Bugun yashashni tanla. Tabiat go'zalliklarini o'z ko'zing bilan ko'r. Va nihoyat 4 yil deganda men Nefrit ko'li qurib qolmasdan bora oldim. Siz ham borganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, bugun reja tuzing. Hayot kutmaydi. Ha aytgancha, meni yo'qotib qo'ymang. Men bilan nafaqat tabiat, balki bolaning yuragini ham his qilasiz.